ABC News AQSh Venesuela, Rossiya va Xitoyni chiqarib yuborishni talab qildi. Oq uy Venesuela rasmiylaridan AQSh talablariga rioya qilishni, Rossiya va Xitoyni chiqarib yuborishni va iqtisodiy aloqalarni uzishni talab qilmoqda. Bu haqda chorshanba 7-yanvar kuni ABC News AQSh ma'muriyatining rejasi bilan tanish manbalarga tayanib xabar berdi. Mamlakat Xitoy, Rossiya, Iron va Kubani chiqarib yuborishni va ular bilan iqtisodiy aloqalarni uzishi kerak. Venesuela shuningdek neft qazib olishda faqat AQSh bilan hamkorlik qilishga va og'ir xom neft sotishda AQShga ustunlik berishga rozi bo'lishi kerak. ABC News manbalari xabar berishicha, Venesuelaning vaqtinchalik prezidenti Delcy Rodriguez Oq uyning talablaridan xabardor qilingan. Manbalardan birining ta'kidlashicha, AQSh davlat kotibi Marco Rubio yopiq brifingda qonun chiqaruvchilarga Karakasning neft zaxiralarini sotmasdan iqtisodiy jihatdan nochor bo'lib qolishi uchun atigi bir necha hafta borligini aytgan.